Valyuta kursining o'zgarishi iqtisodiyotga har tomonlama ta'sir qilishi mumkin. Uni ijobiy hamda salbiy taraflari ham bo'lishi mumkin. Bu mamlakatni iqtisodiyotdagi tutgan o'rniga bog'liq va bugungi kunda masalan valyuta kursi agarda qadrsizlanadigan bo'lsa, buni iqtisodiyotdagi holatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan O'zbekiston Respublikasidan kelib chiqib turib misol keltiramiz. Masalan, bugungi kunda O'zbekistonda tashqi savdo balansiga qaraydigan bo'lsak, asosan import qiluvchi mamlakat hisoblanadi. Eksport importga nisbatan kamroq. Agarda O'zbekiston Respublikasida AQSh dollariga nisbatan masalan so'mni qadrsizlanadigan bo'lsa, bu O'zbekistonga kirib kelayotgan import tovarlarini narxini oshishiga olib keladi. Xuddi shuningdek, eksport tovarlarini esa lekin jozibadorligini oshiradi. Ya'ni chunki so'mning AQSh dollariga nisbatan qadrsizlangani hisobiga bizda O'zbekistondan eksport qilinayotgan tovarlarni chet elda sotib olish qobiliyati yuqoriroq bo'ladi. Bundan tashqari valyuta kursini yana iqtisodiyotga ta'siriga to'xtaladigan bo'lsak, inflyatsiyaga ham ta'siri kuzatib o'tiladi. Ya'ni inflyatsiyani oshishi yoki tushishida ta'sir qiluvchi kichik bir omil sifatida valyuta qadrsizlanishini ham, demak, aynan valyuta kursining o'zgarishini ham keltirishimiz mumkin.